Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. O'zbekiston, Osiyo va dunyoda ro'y berayotgan eng qiziqarli va muhim xabarlar bilan Zafarjon Rifatbek kanali o'z ishini boshlaydi. Qadrli do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. Tayyor bo'lsangiz boshladik. U17 Osiyo Kubogi chorak finaldan boshlab translyatsiya qilinadi. Joriy yilning 5-may kuni Saudiya Arabistonida start oladigan 17 yoshli futbolchilar o'rtasidagi Osiyo chempionati translyatsiyasi qisqartirilgan formatda amalga oshiriladi. Bu haqida Alisher Nikimboyev xabar tarqatdi, deydi Manba Stadion.uz. U17 Osiyo Kubogi o'yinlari OFK tomonidan translyatsiya qilinmasligi haqidagi xabar rostmi deb so'ralmoqda. Ha, bu ma'lumot to'g'ri, ammo to'liq emas. Teletranslyatsiyalar rejalashtirilgan, lekin faqat chorak final bosqichidan boshlab guruh bosqichi o'yinlari esa va'da qilinganidek OFKning YouTube kanal orqali tomosha qilish mumkin bo'ladi. Ma'lumot o'rnida O'zbekiston U17 terma jamoasi musobaqaning D guruhida ishtirok etadi. Kuni kecha Shimoliy Koreya terma jamoasi turnirda ishtirok etmasligini ma'lum qilgandan so'ng bizning guruhda 3 ta jamoa qoldi, ya'ni O'zbekiston, Avstraliya, Hindiston. Jamoamiz guruhdagi ilk bahsni 10-may kuni Avstraliyaga qarshi o'tkazamiz. Ushbu o'yinda O'zbekistonga omad tilab qolamiz. Jahon chempionati 2026 da sariq kartochkalar bo'yicha qoidalar o'zgaradi. Manba Tik Atletik. Jahon chempionatining guruh bosqichi yakunlangandan so'ng, shuningdek, chorak finallardan keyin barcha sariq kartochkalar bekor qilinishi rejalashtirilmoqda, deydi Manba. Manbaga ko'ra, bu o'zgarish play-off o'yinlarini futbolchilarning to'plangan ogohlantirishlar sababli o'tkazib yuborish ehtimolini kamaytirish uchun joriy etilmoqda. Mavzuni yana Eronga va AQShga qaratamiz. Trampning maxsus vakili Italiyani jahon chempionatiga borish haqida imkoniyati 50 dan yuqori Tramp va Infantino hal qiladi deb gapirdi. Avvalroq Zampoli Eron terma jamoasini Italiyaga almashtirish taklifi bilan chiqqan edi. AQSh va Isroil bilan bo'layotgan urush sababli Eronning turnirdagi ishtiroki borasida mavhumlik saqlanib qolmoqda. Italiyani jahon chempionatida ishtirok etish ehtimoli qanday? Menimcha 50% dan yuqori. Shu dam olish kunlari Mayamida Formula 1 Grand Prix'sida Infantino FIFA prezidenti bilan uchrashaman. Jahon chempionati Italiyasiz o'tmasligi kerak. Qarorni Infantino va Tramp qabul qiladi. Urush sababli Eronni ishtiroki hali tasdiqlanmaganini ko'rdim va Infantinodan Italiyani qatnashish imkoniyati haqida so'radim. Bundan tashqari viza olish juda qiyin va biz noqonuniy xatti-harakatlar sodir etishi mumkin bo'lgan odamlarni ko'rishni istamaymiz. Agar siz Qo'shma Shtatlarda kutilmagan odamlarni yuborayotgan bo'lsangiz, ularni kelmagani ma'qul. Men Tramp bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashganim yo'q, lekin u o'z fikrini o'zgartirmagan. Eronlik futbolchilar juda qadrlanadi, ammo vazir Rubio ular Qo'shma Shtatlar ko'rishni istamagan odamlarni olib kelmasligini aniq aytdi. Agar Eron ishtirok etmasa, kimnidir yuborishga tayyormizmi yo'qmi bilmayman, lekin har qanday narsa sodir bo'lishi mumkin, dedi italiyalik vakil Zampoli. Voqealar rivojini kuzatamiz. Eron esa jon dildan mundialga kelishni istamoqda. Qadrli do'stlar, ushbu ma'lumot bilan mavzuni yakunlaymiz. FIFA Jahon chempionati 2026 mukofot jamg'armasini oshirishga qaror qildi. Ya'niki chiptalar narxini qimmatlashgani sababli endi sovrin jamg'armasi ham 727 millionga yana plus 50 million qo'shilishi kutilmoqda. Voqealar rivojini kuzatamiz. Eng qiziqarli va muhim xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun Zafarjon Rifatbekka obuna bo'lib qo'ying. O'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.